Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xanim namlıq tarihi romanның davamı. 9. Tunji qitimliq mag'lubiyatiga tan bermagan G'aldan Beshiktuxan bargohi olidagi yo'lbos terisi ustida xiyol surib o'tiradi. U qo'l ostidagi sarkarlari va ming tasta itoatiga kirgizgan Mo'ng'ul qavmlari oldida yuz obro'yining to'kilishidan ansirab, chekinishdan yoltib qolgan edi. Ammo oldida kuchlik yov tish tirnog'igacha qarshilik ko'rsatib, uning ilgirlash yo'lini to'sib qo'yotdi. Shu topda u o'zini bir parcha o't yolqinning orasida qolgandek sezadi. Sakyamuni Amita Buddha men ming bir jafolar va qonliq badallar bilan butkul Mo'ng'ul dalasidagi Xo'shut, To'rg'at, Dörbit qabillarini birlashtirib, bo'ysundirib, Jo'ng'ar qabilasining hukmronlik o'rnini tiklab, Mo'ng'ullarning butkul 4 Uyrat qabilasining xonu haqoni bo'ldim. Ömrüm yor bersa, Munbat Saidiya ziminini ondan g'arbga yurish qilib, ulug' buzrukvar babai xaqonimiz Temochinning shavkatlik saltanatini qayta asliga keltirmoqchidim. Bu yerdagi Temochin degani Chingizxon ekan. Ammo ishning beshidila Saidiya tasarrufida kuchlik mag'lubiyatga uchrab, amalsiz qilyapman. Senden tilaydiganim shuki, buyuk maqsadlarimni amalga oshirishim uchun madad berib, cheksiz kuch-qudrat, nusbat omad ata qilg'aysan. Telmashni agashtirib, bargohi oliga kirib kelgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon G'aldanning hasratlik nadomatini uzib qo'ydi. G'aldan Hidoyatullo Eshonga shundaqla bir nazar toshildi-da, parvozsizlik bilan boshqa tarafga qarab oldi. G'aldanning tunugun Shahzoda Bobochaq Sulton bilan qilishgan ahdi lavzi bo'yicha mag'lubiyatiga tan berib, lashkarlarni chekintirib ketishdan qattiq ansirab, kechacha kirpik qaqmay chiqqan Hidoyatullo Eshon xuddi vahshiy yetqushning uvisiga kirgan bechora to'shqandek lag'ildab titrab, atdigandala bargohi oliga kirgan edi. Assalomu alaykum, ey adolat panoh xonu haqon olilari, deb salom qildi Abboq xo'ja titrab turib. Nemish? So'rdi G'aldan qopqini turib. Ey Bahodir Xaqon, kechidan men Muritil hidoyatchilarim bilan xufiyona so'zlashdim. Saidiya lashkarlarining soni sening mo'lchiringdagidan xeyli oz ekan. Sen bugun Saidiya lashkarlari bilan yana bir marta jang qil. Ul murtatlarning sarkardasi Shahzoda Bobochaq Sultonni o'ldirishni menga qo'yib ber. Sening rostilla shunchalik mahorating bormi? Xo'ja, dedi G'aldan Hidoyatullo Eshonni po'yitvatidi deb ishonmay. Aytqina, sen u yo'lbosning yurkini yegan Bahodirni qandoq o'ldirmoqchisan? G'aldan Beshiktuxonning qiziqib qolganini ko'rgan Hidoyatullo Eshon texmo g'ayratlanib so'zga kirishdi. Bu tarafini xon olilari hozircha surishtirmay turg'ay, menga faqat bir sarkarda bilan 100 nafar o'qiyotchi marganni itoatimga topshirg'ay. U shahzoda o'lgan hamon xon olilari qilchilik ikkilanmay, tamomiy lashkarlari bilan hujumga o'tgay. Qoldi ishlarga mening muritil hidoyatchilarim shahar sepilning ichida turib, hamdamlashidu. İşçi teşidin tanımaslasaq, inşaallah Qashqarni bugun qo'limizga ag'aymiz. Eshonning so'zlari G'aldanning g'ayratini oshirdi. Butkul Saidiya zaminni yutilish nafsini texmi bak taqillatibdi. "Bo'pti, sening deganingcha bo'lsin, amisa", dedi G'aldan qo'lini silkib. Kun osh vaqtidan o'tganda Jo'ng'ar aqsuyaklarining lashkarlarining jangi undab chaqan dumboq sadosi tep-tinch soyni qaytadan jonlantirdi. "Yov lashkarlari yana jangga undayotidi", dedi bargohi oliga oldirab kirgan choparman Shahzoda Bobochaq Sultonga salom berayotgandan keyin. "Yov rostilla lavzida turmabdi-da",
dedi Şahzadə dəst orundan turub. Fərman, lashkarlar dərhal jangga tayyorlang'ay. Meningcha, ostondan hamdamchi lashkarlar kelib, bo'g'icha jangga chiqmay tursaq, dedi Aqsu Əmri Şahzadəni to'sib. Jangga chiqmay turvasak, ular qarorgohimizga tegish qilishga petlanmas. Bir necha kun mushundaq midirlamay turvasak, lakminglagan lashkarlariga oziq-tuliq yetishtirolmay o'zligidan chekinishi mumkin. Janoblarining bu maslahatimi to'g'ri, dedi Shahzoda o'ychanlik bilan. Ammo bo'sug'imiz tubiga bostirib kelib, jangga undavatgan yovning oldiga chiqmay yetib olsak, to'limi qo'rqinchli qilgan bo'lib qolmaymizmi? Xotirjam bo'lsizlar, bugun yana ikki yov sarkardisining peshini tendan judo qilmoqcha jangdan hargiz qaytmayman. Shahzoda shundoq dedi-da, uzun po'lat naysini ilib, bargohi oliydan chiqib ketdi. Boshqa sarkardalar darhol uningga ergashdi. Lavzi turmaydigan nomardlar, qani, erkak bo'lsang maydonga tush. Senlarga nayzamning ta'mini yana bir tetib qo'yay, dedi jang maydonining o'tirsiga kelib turgan Babachoq Sulton chopchib turgan qora arg'imiqining tizginini tortib turib. Shu hamon Hidoyatullo Eshonning qishida turgan Mo'ng'ul sarkarda Eshonning ko'z ishorasi bilan tang ot choptirib chiqdi-da, Shahzoda bilan nayzvozlikqa tushdi. Mo'ng'ul sarkarda ha deganda Shahzodaga tang kelmayotdi. U bir necha marta ilishgandan keyin nayzini shundoqli bir shiltidi-da, Shahzodaning mudofaa ko'rgan vaqtidan foydalanib, etining beshini shaqqida kayniga burab, o'z sepiga qarab qochdi. Әмділа қызышқы башлаған Шахзада оны тірік тұтып ілеш қойда кәйінден қолдыды. О, Моңғол ләшкерлерінің сепіге бағансыр еқылашмақ деді. Hidoyatullo Eshonning күткінімі дәл шу еді. 30-40 қадам арлық қағанда Eshon atrofidagi yuz mərgənге qarab қол шілтіді. Шу хаман намәртләрчә етілған оқ ямғыры Шахзада Babachoq Sulton qarab vişildab uçuşqa başladı. Gerçi Şahzada çaqqanlıq bilan nayzini çaqpalak şəkildə payqırtıb, müdafiəlanışqa urunuğan bolsumu, 10 neçə tal ya oqi kökürküge sancılışqa ülgürgən idi. Eğir yarlanğan Şahzada atdan yıqılıb düşməslik üçün egarning qo'sh beshini mahkam tutib engishdi-da, atning beshini o'z sepiga yo'rdi. Buridi. Şahzadaning ajallik yarlanğanligini ko'rgan g'aldan xo'shallikdan qin-qiniga patmagan holda vaqirdi. Qırınlar! Qırınlar! Şu hamon tömənligan atliq yov lashkarlari Saidiya lashkarlari sepiga at saldi. Shahzodaning eg'ir yaralanganligini ko'rgan Aqsu Əmri jon jahli bilan vaqirib etdi. Nomardlik qildi, imonsizlar. Bulunglar. Töfang chiqin, to'plarni itinglar. Shahzodani qutqizish uchun o'qdak at choptirib bo'lgan ikki sarkarda Shahzodani ikki tarafdan yo'lab o'z sepiga akilib oldi. Saidiya lashkarlari atqan töfang, chifin topla to'xtamay guldirlaydi. At choptirib bostirib kelayotgan yov lashkarlari kuchlik portlash sadosidan at patlari bilan tang mollaq tushdi. Tik mollaq tushdi. Bir maydon quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Qilish nayzlarning bir-biriga urilishlardan chiqqan jarang-jurung sadolari. Lashkarlarning qirchop, dab nara tortishlari. Ajallik tığ zərbisiga uçragan lashkarlarning ichinishliq dod faryodlari butkul sayni larziga keltirib atgan edi. Shaharga chekininglar, dedi bag'ansiri shuklab ketib qolgan Shahzoda. Saidiya lashkarlari jang qilg'ach chekinishga boshladi. Yov lashkarlari har qadamini yuzlagan lashkarlarning hayotini badal qilib ilgirlaydi. Saidiya lashkarlarining shu qadar qaysarligi g'oldanni hang-tang qoldirdi. O Saidiya lashkarlarining sonining o'zining mo'lchirdikidanmi xeyli oz ekanligini his qilib yetgan edi. Shunga u lashkarlarining bir qismini Udul Qashqar shahriga hujum qilishga farmon berdi. "Ma'lum bo'lg'ay", dedi Iroqdan ot choptirib kelgan choparman Shahzoda Babachoq Sultonni qo'g'dab mangan sarkarlarning qishig'i kelib to'xtab. "Shahar ichida to'plan yuz berdi. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning sulki ishqiya muridlari shahar ichida o't qo'yib, qoriqib, darvozasini egilab, yov lashkarlariga qovuqni ichib berdi." Bu chaqda Shahzodaning gap qilgudak majoli qolmagan edi. "Undaq bo'lsa, vali ahdini qo'g'dab darhol ostonaga chekinaylik",
dedi Ақсу әмірі артықша ойынып тұрмайла. Бәлкім yol üstüde әмдәмге kelgan хан ләшкәрләре белән ұшырышып қалармыз. Ular mыңға yakın nökәрнең qoruqçılığında Астанаға qarab çekindi. Ғалданның ләшкәрләре чың құчыш мәхәлдә Qashqar şəhərinin 4 darvazasını bütünlәй egilidi. Yerim günlük jang şundaq dəhşətlik ilib berildi ki, Saydın su darvazasıgacha bo'lgan yer yüzü Saidiya və Cunğar ləşkərlərinin jasadi bilan to'lib ketgan bo'lib, tuproq qıpqızıl qon bilan bo'yalgan edi. 30 mingdan ortiq odamidan ayrilgan G'aldan g'azabdan oshqagan yirtqish hayvondek o'kirdida barliq o'ch qisosini begunoh Qashqar aholisidan oldi. 10. Bugün Saidiya xonligining ostonasi Yakan shahrining Cunğar Aqsuyoqlari qo'shinining muosirisida turg'uniga dal 9 kun bo'ldi. Shohnishindagi oltin taxtda g'amkin o'tirgan Sultan Ismoilxon o'g'li Shahzoda Babachaq Sultanning musibatidanmi yoki shahar bo'sug'isi tuvdagi yovning dahshatlik iskanjisidanmi aytavur xilla judab qolgan edi. Shundaqla qaragan kishiga beshidagi olmos ko'z qadalgan shohona sallasi bilan uchisidagi shohona zarbab to'ni bastiga xilli cho'ng kelib qolgandek tuyg'u beradi. Choch soqollaridagi oq xilli ko'payib qolgan edi. İç-içidan o'rlab chiqqan piyg'an yurak bag'rini zardabqa to'ldirib etgan edi. Marhum Amir Kabir Mirza Babaqbek qaslab o'ldirilish vaqasidan keyin nima uchun hushimni yig'magandiman-a? Esit, ul jannat makon Amir mushunda qor kunlarning pat yaqinda keldiganligini oldin bilgandek xon lashkarlarini sarxillashtirish, lashkarlarni mashqlantirish, ko'plab lashkariy xarajat ajratib, qurol yaroqlarni to'liqlash xususida qayta ma'lumot sunsa, nima uchun quloq solmadim-a? Aslida marhumning suiqasdga uchrashi mushu fojianing bishorati ekan emasmi? O'z vaqtida Xo'ja Hidoyatullo Eshon degan munofiqni o'ldirish haqida Malika Muhtaram xonim qayta taklif bersa, ajab quloq solmabdi-ekanman. Hey, quloq solmabdi-ekanman-a? Yo, hazrat, bu Eshon nima degan hiylagar-a? Avval Mirza Babaqbekdek büyük sarkardini o'ldirib etib, meni qanotsiz qoldirgandan keyin yotlarni boshlab kelganini qaramamdigan. Vah, hasrata, kimga berib aytay bu dardimni? Sultan Ismoilxon birdilla xiyolining oyog'ini yig'ishtirdi-da, Amir sarkarlar orasida nimigadir norozi bo'lib, chiroyli agma qoshlarini yemirib, ta'tir qarab o'tirgan Malika Muhtaram xonimga qaradi. Bu lashkari farmon malikam. Men bir buyuk saltanatning posiboni bo'lish sifatim bilan sizga, ya'ni kelib, orada muhofazachilar qo'shinining sarkardasiga farmon beryapman. Shunga lashkari farmonga shartsiz bo'ysunishingiz kerak. Darhol tayyorlik qilingda, bugun kechada yo'lga chiqing. Siz qilmoqchi bo'lgan ish bo'sug'i tuyimizdagi yov bilan jang qilgandimi muhim. Sultan Ismoilxon buningdan 3 yil ilgari Malika Muhtaram xonimning bir tuqqan aksi jiyan o'g'li Muhammad Emin Bahodirxon bilan saltanat ishlarida orazdishib qolganligi sababli faqatla aloqa qilishmagan edi. Mana endi rayimsiz yov ishik oldiga kelib devaylab turganda Mirza Avazbek, Mirza Haydar Do'g'lati qatorliq sarkarlarning maslahati bo'yicha hamdamga kirishga ko'ndirishga Malika Muhtaram xonimni avatmoqchi bo'layotgan edi. Ilgari chegrini qo'g'dug'uchi buyuk song'un martabasi bilan Saidiya tasarrufida Amir Kabirdan qolsa, muhim lashkariy huquq tutib turgan jiyani Muhammad Emin Bahodir xonni Sultan Ismoilxon kelgusida vali ahdi bo'lib turgan o'g'lining saltanatiga xavf keltirdi deb qarab, chegrini qo'g'dug'uchi qismni amaldan qoldirish bahonasi bilan bu buyuk song'unliq martabasini ilib tashlab, Uchturpanning amirligiga tayinlagan edi. Shu sababli Muhammad Emin Bahodir xonning xon tog'asiga xel obdan qursoq ko'pigi bor edi.
Muhammed Emin Bahadırxanni sіңлісі Мәлике Möhtərəm xanımdan başqa adamның qoyil qılanmaydiganligiga көз yetgan Mirza Avazbek Sultan İsmail xonga bu aqlni ko'rsatgan edi. Chunki mulkiy ishlardan lashkariy ishlarga to'limu zo'qman Muhammed Emin Bahadırxanning bir tuman kishilik chavandozlarining butkul Saidiya tasarrufida danqi bor edi. Sultan İsmail xon texichila lam jim demay qapoq turib turgan Malika Möhtərəm xanımdan javob kutib tikilib turadi. Tinimsiz xiyollarning bosh oxiri yo'q edi. Ko'nglingizni tushunaman, qizim. Shu topda siz hech yerga ketmay, bo'sug'i tuvida hamla qilib turgan bosqinchilar bilan oxirgi nafsingizgacha erishmoqchi. Buyuk Saidiya xonligimizni halokatlik taqdirdan qutuldirmoqchi. Şoňamy neçe gündeki jangda ajoyib bahodirlik ko'rsatdingiz. 5 nafar yov sarkardisini ajal o'qingiz bilan ujuqtirib, lashkarlarimizning hayvasini, g'ayrat shijoatini oshirdingiz. Ammo bilishingiz kerakki, yov lashkarlarining soni nihoyatmi ko'p. Uning ustiga ularga munofiq Hidoyatulloh Eshonning riyokor so'pi darvishlari hamdam bo'lmoqda. Siz inim Muhammed Emin Bahadırxanni tümen kişilik chavandozlari bilan hamdamga kelishga ko'ndiralisiniz. Ota-bobolarimiz qon kechib qurgan bu xonliqni halokatdan qutuldira olaysiz. Barliq ümidim sizda qoldi, qizim. Qashqarni elib ko'ranglab ketgan g'aldan Ostanni erishning buncha tasdiqini zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Sepilari egiz, qovuqlari mustahkam Ostani shahridan ko'ra Ostonni qo'g'dayotgan Saidiya sarkarda lashkarlarining jasorati uni qattiq hayratda qoldirdi. Orqam-orqa ilib berilgan uda 3 kunlik maydon jangida 12 sarkardisdan ayrildi. Bularning 5'ini Malika Möhtərəm xanım ya o'qi bilan etib o'tirgan edi. Qolganlarini sarkarda Avazbek, Mirza Haydar Do'g'lati qatorliq sarkardalar chepib tashladi. Haldan Qashqardagi jangda to'limi bastik kelgan Shahzoda Babajoq Sultonning jangbozlik mahoratiga qandoq opirin o'qigan bo'lsa, xushbichim, tol chiviqdek nozik kelgan Malika Möhtərəm xanımga qoyil bo'lib barkalla etdi. Malika Möhtərəm xanım jang maydonida paydo bo'lsa, yov sarkardlarining yuragi po'kildab, qolganlari bilan o'zini daldiga ilishga oran turadi. Chunki Malika Möhtərəm xanım ko'zni ochiq qo'yib, qolgan a'zolarini dobulg'a, qo'yoq, savut va mis daldilg'uchi bilan mahkam o'rib olgan. Ya o'qidan mudofaa ko'rib, puxta kiyingan 3 yov sarkardisining naq ko'zimla qo'yib edi. Jo'ng'ar aqso'ylarning sarkarda lashkarlari Malika Möhtərəm xanımning bu tangdassiz mahoratini qandaqdir bir sehriy kuchdan kelgan deb his qilishib, muloyizlarga o'zlaricha ishinib qilishgan edi. Qaramliq bilan chaqmoq tezligida Ostonni olanmaydiganligiga ko'z yetgan G'aldan Beshikto'xan sarkarlarining ortiqcha chiqim bo'g'iniga chidab turolmay, hujum qilishni to'xtatib, Ostonni muhosiraga ilib olgan edi. Sultan İsmail xon bo'lsa, shaharni mustahkam mudofaa qilib, yovning uzuq-tuliki tugaganda, ondan biraqla hujum qilib, chekindirish tadbirini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, sarkarda Avazbek, Mirza Haydar Do'g'latilar yov lashkarlari uzuq-tuliklari tugab ketsa, Qashqar, Oqsuv qatorliq yurtlardan to'liqlaydiganligini dalillab, sirtdan yordam talab qilib, yovni ikki tarafdan tang iskanjiga ilib, yo'qotish tadbirini o'tirib qo'yib, Sultan İsmail xonni qoyil qilgan edi. Zinhor ishkilinib turmag'aylar, Malikam, dedi Mirza Avazbek. Sizlar 3 tirpanga berib kelguchimi, eng oz deganda bir oyga yaqin vaqt ketadi. Uninggacha biz barliq kuchimiz bilan Ostonni qo'g'dab turamiz. Lashkari farmon muqaddasdir. Uningga bo'ysunmaslikqa hech kimning haddi emas, dedi Mirza Haydar Do'g'lati Malika Möhtərəm xanımni ogohlantirib. Sarkarda olilari lashkari ishlarni muhim deb bilgaylar. Orqam-orqa qo'yilgan talablar oldida Malika Möhtərəm xanım oxiri ma'qul bo'lishga majbur bo'ldi. U shu topda sabab topolmagan edi. Tun kecha
Ostanni olanmay zerikkan yov lashkarlarining muasirasi xeyli bo'shib qolgan edi. 100 nafar nökərni əgəşdirgən Məlikə Möhtərəm xanım yov lashkarlarini cho'chitib qo'ymaslik uchun qovuqdan chiqmay sepil timidan og'amchi bilan seyrilib tushdi-da, insu jinga tuydirmay uchtirpanga qarab atlandi.